Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga payg'ambar tovonidan otilib chiqqan buloq haqidagi hikoyani so'zlab beraman. Hazrati Ismoil alayhissalom sut emadigan bola edilar. Otalari Ibrohim alayhissalomga ayollari Hojar va o'g'illari Ismoil alayhissalomni Makka-i Muazzamaga yaqin joyda qoldirib ketish tavsiyasi bo'ldi. U vodiyda na suv va na biron yegulik bor. Hatto o'simlik ham yo'q edi. U zot ularning holati nima bo'lishi haqida o'ylamadilar ham. Ibrohim alayhissalom erkak kishi va vahiy sohibi, lekin Hojar onamiz ayol kishi, vahiy sohibasi ham emaslar. Bundan tashqari qo'llarida emizikli go'daklari bor. Bu yerda ularni yirtqich hayvonlar yeb ketish xavfi ham yo'q emasdi. Hojar onamiz so'radilar: "Bizlarni bu yerda o'zingiz qoldirib ketyapsizmi yoki Alloh taolo buyurdimi?" Ibrohim alayhissalom: "Alloh shuni xohladi" dedilar. Hojar onamiz: "U holda Alloh bizni tashlab qo'ymaydi" dedi. Ibrohim alayhissalom ularga biroz suv va ozroq xurmo berib ketgan edilar. Yosh Ismoilni chanqoqlik qiynay boshladi. U yerda Safo va Marva nomli ikki tog' bo'lib, o'sha paytda u ikkisining o'rtasi changalzorlardan iborat bo'lgan. Hazrati Hojar onamiz parishon holatda suv qidirib tog'ning tepasiga chiqdilar. U yon bu yonga qarab yugurdilar. Biror joyda suv ko'rinmadi. U yerdan tushib boshqa tog' tarafga yurdilar. U ikki tog' o'rtasida bir vodiycha bor edi. Qachonki u yerga yetsalar, o'g'ilchasi Ismoil ko'rinmay qolardi. Shu sababli Hojar onamiz o'sha joyni yugurib bosib o'tardi. Ismoil alayhissalom ko'ringanlaridan keyin xotirjam bo'lardilar. Boshqa tog' tepasiga chiqib ham atrofga qarardilar, ammo biror joyda suv ko'rinmasdi. U yerdan tushdilar va bolaning ahvolini ko'rib sabr qila olmasdan suv topilib qolar degan umidda 7 marta u tog'dan bu toqqa, bu tog'dan unisiga borib keldilar. Bu istirobli harakatga Alloh taoloning rahmati bo'ldi va Jabroil alayhissalomni yubordi. Farishta Jabroil kelib tomonlarini yerga urdilar va u yerdan bir buloq otilib chiqdi. Shunda Hojar onamiz shoshib qolgandan suvga qarab "Zam, zam", ya'ni "To'xta, to'xta" deydi. Shu sabab bu suvning nomi Zamzam bo'lib qolgan deyiladi. Keyinchalik bu joylarga boshqa qabilalar ko'chib kela boshlaydi. Ismoil alayhissalom hayotlik chog'larida Zamzam bulog'ini o'zlari tasarruf etgan. U zot vafot etgach, o'g'li Nobit, undan keyin esa Jurhum qabilasi egalik qiladi. Vaqt o'tishi bilan Jurhum qabilasi yo'ldan adashib, zolim qavmga aylanadi. Ka'ba uchun hadiya qilingan mollarga o'zlari egalik qila boshlaydi. Bundan nafratlangan Kinona va Xuzoa qabilalari ularga qarshi bosh ko'taradi. Mag'lub bo'lgan Jurhumliklar Makkadan ketayotib, bizdan so'ng hech kim topolmasin degan maqsadda Hajarul Aswad, maqomi Ibrohim va Zamzam bulog'ini ko'mib tashlaydi. Ulardan keyin Baytullohga ma'lum muddat boshchilik qilgan Xuzoa qabilasining so'nggi vakili Xulayl ibn Ka'b ibn Amr Xuzoi edi. Keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 5-bobolari Qusay ibn Kilob Xulaylning qizi Xubboga uylanadi va undan 4 farzand tug'iladi. Davlatmand va obro'li Qusay qaynotasining vafotidan keyin Baytullohga boshliq bo'ladi. Ushbu mas'uliyatli va sharafli ishni Xulayldan keyin uning avlodlari Abdumannof, Hoshim, Abdulmuttalib davom ettiradi. Ular Ka'ba ziyoratiga kelganlarga mislsiz xizmatlar ko'rsatgan. Har yili mahalliy aholidan ma'lum miqdorda mablag' yig'ib olar va ziyoratga keladigan hojilarni suv va oziq-ovqat bilan ta'minlar edilar. Ular hojilarga qanday suv berishgan, Zamzammi degan savol tug'ilishi tabiiy.
Yo'q, chunki Jurhum qabilasi Zamzam qudug'ini ko'mib tashlagandan to Abdulmuttalib uni topib, qayta suv chiqargunicha hojilarga Makkaning mahalliy suvi berilgan. Alloh taolo bu mo'jizaviy quduqni qayta ochishni Abdulmuttalibga nasib qildi. U zotning qavmi orasida tutgan o'rni va qilgan ishlari alohida tahsinga loyiqdir. O'zining husni xulqi bilan Quraysh qabilasi ichida e'tibor qozongan edi. Kunlarning birida u Ka'bai muazzamaning soyasida uxlab yotgan edi. Tushida birov kelib, Zamzamning ko'milgan joyini ko'rsatadi va uni kovlashni buyuradi. U bu tushni 4 bor takror ko'rganidan keyin rahmoniy tush ekaniga shubha qilmay, o'sha joyni kavlab 6 asr davomida nom nishonsiz yo'qolgan Zamzam qudug'ini topishdek baxtga sazovor bo'ldi. Jobir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Zamzam suvi nima niyatda ichilsa, xuddi shunday bo'ladi deb marhamat qilganlar. U hozirgi kundagi Zamzam bulog'idir. Ayni paytda ko'plab mo'min musulmonlar qatori minglab musulmon yurtdoshlarimiz bu buloqning suvidan qonib ichishga muvaffaq bo'lmoqdalar. Alloh taolo barchamizga Baytullohni ziyorat qilib, muborak Zamzam suvidan to'yib ichib, uning fayzu barokatidan bahramand bo'lishni nasib etsin.